Kunda 5 minutlar vaqtingizni beraman, men sizga eng oddiy usulda bir tane naqsh o'rgatib mangay. Yangi o'rganuvchilarga eng oddiy bo'lish uchun 3 ta akkordni so'zladim. Shunga qusur topadigan sirib o'tkazib o'tib, ehtiyoji bilan foydalanib qolsanglar bo'ldi. Naqshni aytishdan burun biz ishlatadigan akkordlarni bilib olaylik. Oldi bilan biz AM akkordini o'rganaylik. Ikkinchi tarning birinchi bo'lak, to'rtinchi tarning ikkinchi bo'lak, uchinchi tarning ikkinchi bo'lak. DM akkordini o'rganaylik. Birinchi tarning birinchi bo'lak, uchinchi tarning ikkinchi bo'lak, ikkinchi tarning uchinchi bo'lak. YM akkord bo'lsa 5-chi tarning ikkinchi bo'lak, 4-chi tarning ikkinchi bo'lak. O'ng qo'lni biz eng oddiy holatda bosh barmoqninki go'sh qismida ostidan ustiga lam 6-chi tardan boshlab 1 2 3 4 Bushna mashq qilamiz. O'ng qo'l bilan so'l qo'lni biz mashq qilib bo'lgandan keyin ikki qo'lni moslashtirib mashq qilaylik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi biz hozirgi eg'izimizga sanoqni naqshga almashtirib boqaylik. 1 2 3 4 Mengib kep qaptıman biz tunuşkan şu kuna joyga billa o'ltirgan o'ringa qarab to'ldi ko'zim hasratlik yoshqa. Ügünüp aldыңызбы? Мен qo'shilishni unutib qolmang. Har kun shunday yaxshi mazmunlar sizga tayyor qilib kelaman. 0 dan boshlab gitarcha ügünüp qollar 132 79 97 07 28 qo'shing. Yamash ekranda pirinchi xat bir sinab qo'ysangiz bo'ldi. Qo'lingizga rahmat.